Napoleon Hill, 2-hafta. O'z hayotingizni yashang. Qanday yashashingiz kerakligini kimdir ko'rsatmaguncha yuragingiz tinchlanmaydi. Har bir odamga tegishli bo'lgan, bizga muqarrar va inkor etib bo'lmaydigan yagona afzallik o'zimizning shaxsiy aql-idrokimizga egalik qilish huquqi ato etilgan degan dono gapni eshitganmiz. Inson yaralgandayoq har bir kishiga boshqalarning aralashuvisiz o'z hayotini yashash, o'zicha fikrlash imkoniyati berilgan bo'ladi. Aks holda biz o'z aql-idrokimizga egalik qila olmagan bo'lardik. Sizga ato etilgan aql-idrokingiz va o'z hayotingizni boshqarishdagi yagona huquqingizdan foydalana olgan holda o'zingiz tanlagan har qanday sohada yuksak cho'qqilarga erishishingiz mumkin. Insonning daholigi yuqoridan bizga berilgan ushbu huquqdan to'laqonli va batamom foydalana olishi bilan tushuniladi. Aql idrokidan eng yuqori darajada foydalanib, uni o'zi tanlagan ishga yo'naltira oladigan, shu bilan birga jarayonga boshqalar aralashishiga yo'l qo'ymaydigan odam daho bo'ladi. Hayotda boy va mashhur bo'lishdan oldin aql bovar qilmas to'siqlarni yengib o'tgan, yuzaga kelgan muammolarni imkoniyatlarga aylantira olgan mashhur insonlar haqida ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Bu insonlar to'siqlardan muvaffaqiyatga sakrab o'tish uchun tramplin sifatida foydalana olishgan. Ular sirasiga Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie va aka-uka Wilbur Orville Wright kabi daho insonlarni kiritish mumkin. Qorni to'yib, qozoni qaynaganiga shukr qiladigan odamlar toifasiga o'z vaqtida muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan bosh tortgani tufayli mashhurlikka erisha olmagan insonlar kiradi. Ko'p yillar muqaddam bir urush faxriysi oldimga ish so'rab keldi. U foydasiz xayollardan to'ygani, hayotdan bezor bo'lgani, endi esa bor yo'g'i tekin ovqatlanish taloni va tunaydigan boshpanadan boshqa narsa orzu qilmayotganini aytdi. U hamma narsaga befarq bo'lib qolgan, yaxshilikka bo'lgan umidi butkul so'ngan edi. Aslini olganda esa qarshimda tog'ni ursa talqon qiladigan, ammo qanday ish qilishni bilmagani uchun sarosimaga tushib qolgan yigit turardi. U hayotga bo'lgan nuqtai nazarini o'zgartirsa boyib ketishi mumkinligini men yaqqol ko'rib turardim. Shuning uchun undan nima uchun multimillioner bo'lishga intilmaysiz? Nega ayanchli hayotga rozi bo'lyapsiz? Axir buning o'rniga osongina millionlarni ishlab topishingiz mumkin-ku deb so'radim. Meni mazaxlamang dedi u. Qornim och, menga ish kerak. Men hazillashayotganim yo'q dedim men. Mutlaqo. Jiddiy gapiryapman. Agar o'zingizda mavjud imkoniyatlardan foydalana olsangiz, bemalol millionerga aylanishingiz mumkin. Imkoniyat deganda nimani nazarda tutyapsiz? Xitob qildi u. Mening egnimdagi kiyimimdan bo'lak hech vaqoyim yo'q. Suhbat davomida bu yigitning harbiy xizmatga ketishidan avval Fuller Brush firmasida savdo agenti bo'lib ishlagani, harbiy xizmatda oshpazlik qilgani va pazandalik san'atini juda yaxshi o'rganib olgani ma'lum bo'ldi. Boshqacha qilib aytganda, bu yigitning imkoniyatlari uning tabiiy jismoniy holati yaxshiligi va aqli ishlashdan tashqari yana yaxshi ovqat pishirishi va uni sota olishidan ham iborat edi. Turgan gapki, ovqat pishirishni va sotishni uddalashning quruq o'zi insonni multimillionerga aylantira olmaydi. Ammo urush faxriysi bo'lgan o'sha yigit ushbu kasblar haqidagi mavjud tasvirlarni chilparchin qildi. U o'sha paytda o'zidagi mavjud barcha imkoniyatlarni to'liq ishga solishiga to'g'ri keldi. Yigit bilan 2 soatlik suhbatimdan so'ng uning kayfiyati asta-sekin o'zgara boshladi. Tushkunlik va chorasizlik faol ravishda imkoniyatlarni izlash bilan almashindi. Oxirida unga o'zingizdagi sotuvchilik qobiliyatidan foydalangan holda uy bekalari bilan gaplashib, qo'shnilarni uyga taomlardan tatib ko'rishga taklif qilishlariga ko'ndirsangiz, shundan keyin oshxona anjomlarining keng savdosini o'tkazsak, qanday bo'larkan degandim. Yigitga bu taklif ma'qul tushdi. Uning kiyim-kechak va kerakli oshxona jihozlari sotib olishi uchun yetarli ozgina pul berdimda, keyin o'z ixtiyoriga tashlab qo'ydim. Bir haftadan keyin yigitning savdosidan tushgan sof daromad $100 atrofida bo'ldi. Yana bir haftadan keyin esa u daromadini 2 barobarga oshirib oldi. Shundan so'ng esa sotuvchilarni yollab ularga ish o'rgata boshladi. 4-yilning oxirida o'sha yigitning yillik daromadi $1 million dan oshib ketdi. U savdo bo'yicha yangi rejani amalga tatbiq etdi. Keyin esa uni xususiy ishlab chiqarishga aylantirdi.